Assalomu alaykum. Bu Mingbuloq Live kanali. Men sizlar bilan Habibulloh. Bugun biz Mehrobxonjon asaridagi Anvarning qishlog'idamiz. Bu Terak qishlog'i. Haqiqatga ancha yaqin nazariyaga ko'ra, Abdulla Qodiriy Anvar prototipini Terak qishlog'ilik Mulla Nazar Oxundan olgan. Qishloq 19-asr oxirlarida shakllana boshlagan bo'lib, hozirga qadar ko'plab sinovlarni boshdan o'tkazgan. Qishloq tarixida o'chmas iz qoldirgan deb ta'riflanadigan Mulla Nazar Oxun aynan mana shu tut daraxtini ekkan va u ushbu yerdagi supa orqali ko'pchilik yoshlarga, demak o'sha paytdagi Terak qishlog'ini ko'plab yoshlarga ta'lim bergan aynan mana shu supa va mana shu tarixiy tutni ko'rib turibmiz. Ajoyib, bu yerdan masjid ham zo'r ko'rinib turar ekan. Umuman chiroyli joylar. Terak qishlog'iga kam bo'lishi mumkin emas. Terak qishlog'i tarixi haqida yozilgan ushbu Jasoratli odamlar kitobida keltirilishicha, Terak deb nomlanishiga sabab bo'lgan daraxtlar, teraklar mana shu yerda aynan o'sgan va bu yerdagi teraklar Mingbuloq arig'ini bo'yida bo'lgan, aynan o'sha ikkita odam qulochi yetmaydigan katta-katta teraklar bu qishloqda shunday nomlanishiga sabab bo'lgan. Ushbu teraklardan birinchisi 1930-yilda aholi tomonidan kesilgan bo'lsa, ikkinchisi 1968-yildagi qahraton sovuqda 4-sonli maktabni isitish uchun ishlatilgan, biroq nom hali hanuz saqlanib kelmoqda. Bu yerda juda ko'p e'tiborli joylar bor. Mulla Nazar Oxun nomidagi jome masjidi, 4-sonli maktab, shuningdek 1-sonli texnikum ham bor. Menga eng yoqqani bu yerdagi ko'ngli ochiq insonlar va zamonaviy, chiroyli va shinam jome masjidi bo'ldi. Sizlarni ham ushbu qishloqqa kelishga va uning tarixini o'rganishga chorlaymiz. Aytgancha, kommentda yozib ketingchi, keyingi manzilimiz qaysi qishloq bo'lsin?